nafaqat portlashga va radiatsiyani ham o'tkazmaydigan darajada kuchli bo'lishi kerak. Umid qilamanki, bu qo'limizdan keladi. Xo'sh, qishloqqa sen yangiliklarni eshitding deb o'ylayman. Nega o'tiribsan unda? Tur, bunker quraylik. Men buni yangilik olib treyler deb o'ylabman. Yangilik buni. Ha, qishloqqa hademay ustimizga ana u taraflardan yadroviy bomba kelib qulaydi. Shuning uchun shoshilishimiz kerak. Sen nega kompyuterga yopishaverasan? Ahmad tag'am jiddiga o'xshayapti. Lekin sen qanaqa so'rovchi topding? Men desam, qanaqa u yer ustimizga yadroviy bomba qulayapti. Biz hozirroq ish ko'rishimiz kerak. Shuni Nega menimcha bizga bunga yordam bera olmasa kerak, shunga o'ylaylik o'tirib. Yo'q, agar biz yetarli darajada mustahkam bunker quradigan bo'lsak, albatta uddalay olamiz. Muhimi o'zimizga ishonishimiz kerak. Yaxshi, faqat undan oldin menga kreativni qaytar. Ha, to'g'ri aytasan, senga kreativ berishga to'g'ri keladi. Mayli ushla. Cheksiz kuch, chacha! Ajoyib, bu bizning bunkerimizning darvozasi bo'ladi. O'zim ham kreativga o'tib olaman. Xo'sh, endi bunker qurilishini boshlasak bo'ladi. Bizning bunkerimiz mana bu yerda joylashgan bo'ladi. Bu esa unga kirish eshigi. Hatto tanlayman-da. Aytgancha, bunkerimiz tashqarida turadimi? Yo'q, albatta, bunkerimiz chuqur yer ostiga kirgan bo'ladi. Va bu ishlarni barida bitta blok ishlatish kerak. Olmos yer kelsa kerak. Radiatsiyaga ham to'g'ri kelmaydi. Lekin qaysi? Bedrock. Bu albatta to'g'ri keladi. Bedrock radiatsiyaga chidamligi ishonching komilmi? Yo'q, u radiatsiyaga chidamli emas, lekin aniq portlatib bo'lmaydi. Aynan shuning uchun ham u bizga kerak. Radiatsiyaga esa boshqa narsa o'ylab topamiz. Ishonaver, menda g'oyalar bor. Portlashni ushlash uchun bedrockdan qobiq tayyor, lekin hali katta ish oldinda. Boshlanishga mana bu yerni tozalash kerak. Sekin yerdaga kirib ketamiz. Bu yerni belgilaymiz va bu yerda endi esa komanda yozsak tayyor. Oppo, rasvo qildik-ku. Mayli, buni to'g'irlash umuman muammo emas. Hozirda o'zi to'g'irlab tashlayman. Arti, bu bunker mustahkam ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, lekin yadroviy bombadan asrab qolmaydi. Ha, tushunib turibman. Shuning uchun ham biz endi yerdaga kirishimiz kerak. Aynan shunday hollar uchun ham menda mana bunday bor. Bu bilan qilish aniq osonroq bo'ladi. Xatolar kamayadi demoqchiman. O'zim yaxshigina chuqurga kirishimiz kerak. Ha, to'g'ri, yadroviy bombaning radiatsiyasidan qochish oson bo'lmaydi. Menimcha yetarli darajada chuqurlikka tushdik. Sen esa bekorchi turmada mana bu zinapoyalarni qo'yibchi. Portlashga chidamlimi bular? Ko'rinishidan shunday. Har ehtimolga qarshi mana bu yerlarga bedrock qo'yish kerak. Ha, albatta, bu yaxshi g'oya. Menda yomon g'oya chiqmaydi-yu. Vaqtimiz ham tobora kam qolyapti. Shuning uchun men hozirroq bunkerning asosiy qismi uchun xonakamlashni boshlayman. Tengina qilib yurmaylik. 3-4 oy yotishimiz kerak u yerlarda. Menga ayt, sen qayerda qasrdagi ulkan bunkerlar ko'rgansan? Ha, endi birinchi bu biz quramiz-da. Mayli, iloji boricha kattaroq qilishga harakat qilaman. Aytgancha, O'zbekistonda ham atom bombasi portlatilganligini bilarmidingiz? Ha, Buxoroda topilgan ulkan gaz konini to'xtatish maqsadida yer tagida atom bombasi portlatilgan. Olim bo'lib keting, sen undan ko'ra gapir, endi nima qilamiz? Endi shunchaki bizni bir necha oy davomida tirik ushlab tura oladigan xona qurishimiz kerak. Bunkerimiz deyarli tayyor, lekin biz baribir shoshilishimiz kerak. Bomba yaqin orada keladi. Menimcha buncha chuqurlikda bomba bizni topadi. Ha, bilaman, shuning uchun ham biz 3 xil blok ishlatamiz. Bedrock, temir va mana bu radiatsiyaga qarshi blok. Bedrock portlashdan himoya qilsa, bu ikkitasi radiatsiyadan himoya qiladi. Shuning uchun shoshilish kerak. Boshlanishiga bedrock qilib chiqamiz xonani. Bedrockdan himoya tayyor, endi temirga o'tamiz. Nega aynan temir? Chernobil falokati haqida eshitgansan meni. Yerda ham radiatsiyadan qutulish uchun aynan temirdan foydalanishga. Tarixga qatnayapsanmi? Ha, bir paytlar xo'sh, temirdan ham himoyamiz tayyor. Endi bo'lsa eng mustahkamga o'tamiz. Aynan shu blok bizni saqlab qolish kerak. Ko'rinishidan radiatsiyaga qarshi maxsus tayyorlanganga o'xshaydi. Aynan, shunaqa, menimcha bizda muammolar bor. Qara, agar tepaga qo'ysak, bu yerda ataga 2 blok qolar ekan. Yo'q, men bunaqasiga chidolmayman. Yo'q, 2 blokda yashab bo'lmaydi. Lekin shunday qilsak xavfsizroq bo'ladi-da. Endi buradan xavfsizligiga o'ylamiz yaxshisi. Bilasanmi nima Arti? Bizga yana ish kerak. Ha, to'g'ri aytasan, bu yerga yana bitta yordamchi eshiklar qo'yish kerak xavfsizlik uchun. Va mana ular tayyor. Qanday seningcha? Menga yoqdi. Va yana ular juda ham mustahkam. Ayni mutu, faqat sekin ochilarkanda. Xo'sh, bu xonani menimcha ikkiga bo'lishimiz kerak. Birida oshxona yuvinish joyi bo'lsa, ikkinchisida biz yashaydigan joy bo'ladi. Tushunyapsanmi? Shuning uchun ikkiga bo'lish kerak. Mana shunday sizga xonani ikkiga bo'lamiz va
Nimalar orasida bemalol yurish? Men sig'mayapman Qodir. Rasmiy ishing yasaysan. Yaxshi, unda shunchaki eshikni almashtiraman. Faqat eshikni mana bunday qilib qo'yamiz, tayyor. Xo'sh, endi biz yana juda muhim bir narsani hal qilishimiz kerak. Nimani? Havonida esingdan chiqdimi? Axir u bukerda juda ham tez tugaydi. To'g'ri, bu yerda shunchaki derazani ochib qo'ya olmaysan. Shuning uchun ham ularga ko'rsam. Mana. To'ling havo tozalagichi 5000. Bu tashqaridagi havoni bizga tozalab beradi. Bu qayoqqa o'rnatishimiz kerak? Hozir hal qilamizda shuni. Havo tozalagich 5000 ni qo'yish uchun mana bu yerdan yana bitta qo'shimcha xona kavlashimiz kerak. Hozirroq kavlab tashlayman. Tez ishlab, bomba uchib keladi hozir. Bo'ldi, qo'ysang ham bo'ladi. O, sizda faqat sal yaqinroqqa. Tushunarli, vop, qanday? Bo'ldi, shunday qoldi. Menimcha aynan kerakli joyga turdi. Mana bu yerdan havo kirib tursa, joyi bo'ldi joyda. Havo tozalagichni shunchaki bedroq bilan o'rasak ham yetadi. Chunki uni joni yo'q, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Bu quvurlardan esa tozalagich 5000 havo tortadi. Ajoyib. Buni albatta bedroq bilan o'rash kerak. Portlab ketmasligi uchun tayyor. Vaqt ham juda kam qoldi, shoshilish kerak. Xo'sh, bu xonani biz menimcha oshxona qilamiz. Chunki shovqatda uxlamaymiz-ku, to'g'rimi? Nimaga? Shovqa bo'lgani bilan tuzda havo? Yo'q. Seni xurrak ochishing ham yetadi. Sen xurrak otasan. Bertanyo. Xullas, men bu yerga oshxona jihozlarini qo'yib bo'ldim. Tepaga esa dars olish uchun shkafchalar qo'yib qo'yamiz. Mana bunday qilib, ular ichiga darsni saqlash mumkin. Xo'sh, endi bu yerga mana bunday qo'l yuvgich va yana muzlatgich. Usiz qanday, to'g'rimi? Xo'sh, yana nima qo'ysam ekan? Mana bu yerda nima yopib qo'ysam, bu yer ochiq turishi kerak. Ha, yaxshi, unda chiqadi qutisini shu yerga qo'yaman. Bitta bo'lganda ikkita chiqadi qutisiga nima bor? O'zing unaqa pastga uraverma. Mana bu yerga mikroto'lqinli pech, faqat sal uzoqroqqa suvdan ehtiyot bo'lish kerak. Mana bu yerga esa eshik qo'yish kerak, chunki bu bazamizning eng nozik joyi bo'lib qolyapti. Akacha, chiqindi qutisi ishlaydimi? Ha, ishlar ekan. Qara, bizdan kishnab ovqat bilan to'ldirdim. Yeb yotamiz. O, ajoyib. Bu yerni bezatish bilan bo'lib bizga bomba uchayotgani ham esimdan chiqib ketibdi. Lekin menimcha yaxshi chiqdi. Faqat ko'z qamashyapti. Mana buni almashtirish kerak. Gilamcha qo'yib chiqamiz bo'lmasa. Xo'sh, yo'rg'a aytganing ancha chiroyli bo'ldi. O'zini bilaman. Qara, mana bunaqa narsalar ham topdim. Mos tushdi. Ikkinchi xonada esa biz eng ko'p vaqt o'tkazamiz. Xullas, yashaydigan joy bo'ladi. Bu yerda esa bu degani chiroyligina qilish kerak. Uni qizim qil. Mayli, qizil bo'lsa qizil. Endi yo'donlarni almashtir. Mayli, bularni ham almashtirgani bo'lsin. Mana bu radiatsiyaga bor. Men esa bu yerni o'g'irlab qo'ydim. Nimadir yetmayapti. O, mana bularni qo'ysak bo'ladi. Albatta bilmayman bular nima, lekin mayli tursin. Chiroqlarni elamiz bir nechta yorug' bo'lishi uchun. Mana bu yoqqa notebook qo'yib qo'yaman. YouTube'chi ko'rib o'tiramiz. Yangiliklardan ham xabardor bo'lib turamiz. Qachon chiqishni bilamiz. Va yana bizga radiatsiyaga qarshi aslaha kerak. Qanday buni unutish mumkin edi? Mana bu yerda ikkalamizga qo'yib qo'yaman. Mana tayyor. Bu aslahalar umid qilamanki, bizni hayotimizda asrab qoladi. Shkafdosh. O, bular nega? Mabodo radiatsiyadan zombilar mutantga aylanib qolsa. Xo'sh do'stlar, bu yerni mana qo'yat qurib bo'ldik. Endi bombaning uchib kelishini kutish qoldi. Soatdan so'ng. Menimcha yangiliklarda adashgandi. Ha, shunaqa bo'lsa yaxshi. Voy la'nati. Menimcha boshlarida qo'ldiroq aslahalarni yeb menimcha tushdi bomba. Hozircha dirikmiz, bu yaxshi yangilik. Qiziq, tashqarida nima bo'lyapti ekan? Ana portladi. Qachon chiqib ko'ramiz ko'chani? Sen muhimi mana bu do'rni o'zingga urishni unutma. O'lib ketasan bo'lmasam. Hattoki bu yerning ichida ham do'rsiz yashab bo'lmayapti. Vau, bu nima? Oradan bir o'yinda, lekin ahvol shunday. Yangiliklarda tozalovchilar keladi deyishganda yaqin kelib qolib hammasini tozalashar. Mayli, bu yerni yana chidab turamiz. Ha, to'g'ri. Aytgancha, nega haligacha hech kim obuna bo'lmadi? To'g'ri do'stlar, kanalga albatta obuna bo'lib qo'ying. Biz esa o'zimizning jonajon bu yerimizga ketdik.